Assalomu alaykum, hurmatli podkastimiz tinglovchilari. Bugun Big Picture podkastimizda 20-epizod, yubiley epizodimiz. Bu yoqqa yetib kelamiz deb umuman o'ylamagandik, va'da bergandik. Xudo xohlasa 20, balki undan ham ko'proq epizodlar olamiz deb aytgandik. Shunchaki bu narsa bizga bosim berishini avvaldan bilgandik va bu bosim natijasida bu yerga yetib kelishimizga ishongandik. Xo'p, bundan buyog'iga ham Xudo xohlasa davom ettirishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, nimadir o'rgangan bo'lsanglar, shu narsani yozib qoldirsanglar, kommentariy qoldirsanglar, xursand bo'lamiz. Bu narsa bizani ishimizda davomiy bo'lishiga yordam beradi. Xo'p, davom etamiz bo'lmasa, bugungi 20-epizodimizda 5 ta narsa haqida gaplashamiz. Birinchisi feedback loop. Tarjimasini topolmadim, tarjimasini keltirib chiqara olmadim. Feedback degani bu bitta ish harakat qilasiz va uni ish harakatining natijasida sizga beriladigan nima deydi, kommentariy o'sha ish harakatingizga nisbatan. Shunaqa desak ham bo'ladi. Xo'p, feedback loop nima o'zbekchasiga? Bu qayta aloqa halqasi deb nomladim men o'zimcha. Bitta ish harakat qilasiz, uni natijasini keyingi ish harakatlaringizga ta'siri haqida. Keyingi ish harakatlaringiz uchun sabab bo'lib berish haqida. Shu haqida gaplashamiz bugun. Misol mikrofonni olaylik-da, mikrofonda gapiramiz, mikrofonda gapirgan paytingizda bu yoqda kolonkalar bo'ladi, misol uchun orqa tarafingizda, yon taraflaringizda kolonkalar bo'ladi. Mikrofonga gapirasiz, kolonkadan ovozingiz chiqadi balandlashib. U baland chiqqan ovoz yana mikrofonga kelib uriladi va bu ovoz yana borib kolonkadan chiqadi. Xuddi shu narsaga o'xshash. Ya'ni biz aniq qilayotgan ish harakatlarimizni undan keyin qiladigan ish harakatlarimizga ta'siri xuddi shunaqa effekt beradi. Xo'p, endi yana ham chiroyliroq tushuntiradigan bo'lsak, yana ham osonroq tushuntiradigan bo'lsak, ikkita telefonda qo'ng'iroq qilasiz bir-biriga, va bittasini ikkalovini bir-biriga yonma-yon qo'yib qo'yib, bittasidan gapirasiz, bittasiga gapirasiz. Shu ovozni ikkinchisiga o'tishi va undan chiqqan ovoz yana qaytadan boshqa telefon orasida bir necha marta aylanadi. Bu ovoz borgan sari balandlashib boradi. Bitta ovoz jo'natasiz biridan ikkinchisiga yetib boradi, ikkinchisidan eshitilgan ovoz birinchisiga qaytadi, birinchisidan yana ikkinchisiga, ikkinchisidan birinchisiga. Bu ovoz ikkala telefon bir-biridan uzoqlashmagunga qadar davom etadi. Ya'ni ish harakatlar o'zidan keyingi ish harakatlarga juda katta ta'sir qiladi. Shu haqida gaplashamiz. Ish harakatlar pozitiv bo'lishi mumkin, ya'ni ijobiy bo'lishi mumkin, salbiy bo'lishi mumkin. Ijobiy bo'lsa, undan keyingi ish harakatlarini ham ijobiy bo'lishiga qaysidir ma'noda bir yo'l ochib beradi. Salbiy bo'ladigan bo'lsa, o'zgarishni ham salbiylashtirib, qanaqadir ma'noda kichraytirib boradi. Misol uchun, yaxshi o'qidingiz, yaxshi o'qiganingiz natijasida yaxshi baholar olasiz. Uni natijasida misol uchun qaysidir ma'noda yaxshiroq natijaga erishasiz. Kelajakda ham, bu yaxshi o'qiganingiz sizga yana ham yaxshiroq ish topishga yordam berishi mumkin. Yana ham ko'proq o'qishingiz mumkin u ishda rivojlanish uchun. Bilasiz, chunki yaxshi o'qish sizga foyda keltirdi. Uni natijasida yana ko'proq o'qiysiz. Yoki bo'lmasa, ana bormay kuyasan deydi-yu. Hojiboy o'shanga o'xshab issiq tovani misol uchun borib qo'lingiz bilan ushlasangiz, misol uchun issiqligini bilmasdan ushlasangiz, qaytib ushamaysiz-da, qaytib ushamaysiz. Buni avval suv tomizib ko'rasiz yoki bir qo'lingizni uchini tekkizib ko'rasiz, kuymaydigan qadar tekkizib ko'rasiz-da. Ya'ni qo'rqasiz bu narsa yana takrorlanmasligi uchun. Ya'ni salbiy ish harakatlar o'zidan keyin dars qoldiradi. Ijobiylari ham o'zidan keyin dars qoldiradi. O'sha darsning natijasida biz keyingi ish harakatlarga qadam qo'yamiz. Sistemani yaxshilash haqida doimiy aytib o'rganamiz. Qanaqadir sistema qurish kerakligi, muammolarni hal qilish uchun ham, maqsadlarga erishish uchun ham yoki kundalik kun tartibini tuzish uchun ham qanaqadir tizim bo'yicha ishlash kerakligi haqida aytamiz doim. Nimaga bu narsani aytamiz? Bu narsa haqida yana ham hozir bundan keyingi aytadigan modelimizda ham gaplashamiz. Tizim bo'lsa, qaysi tizim ishlashini bilamiz. Qaysi tizim ishlaganidan keyin bizga qaysi ish harakat osonroq bitishini ham bilamiz. Ya'ni tizim qurib olsak, ish harakatlari natijasini oldindan bashorat qila olamiz. Endi soddaroq misollar beraman, qarang. O'zingizga investitsiya qilsangiz, misol uchun men o'qituvchiman. Xo'p, qanaqadir yangi metodikalarni o'rgansam, yangi qanaqadir sertifikatlar oladigan bo'lsam, xalqaro sertifikatlar oladigan bo'lsam, chetga chiqib amaliyot qilib malakani oshirib keladigan bo'lsam, menga bu narsa oyligimga ham plyus bo'ladi. Xo'p, undan tashqari oyligimdan tashqari qiladigan daromadimga ham plyus bo'ladi. Meni shaxs sifatida rivojlanishimga ham yaxshigina plyus bo'ladi va qaysidir ma'noda keyinchalik treninglar o'tishimga ham yordam beradi bu narsa. O'zimga investitsiya qilishim. Endi o'zimga investitsiya qilsam,
oyligim oshar ekan, yana investitsiya qilaman, yana oshar ekan, yana shunaqa bu narsa davom etaveradi. Yaxshilanishda davom etaveramanda men. Bu ham feedback loop. Hozir aytganimizdek. Shu qayta aloqa halqasi dedik, o'sha narsa bilan bitta narsa. Endi oddiy narsadek tuyuladi, lekin o'sha feedback loopni, ya'ni o'sha feedback loop dedik, salbiy bo'lib qolsa-chi yoki umuman bo'lmasa-chi o'sha narsa. O'zim ustimda ishlamasamda, men o'qituvchi bo'lsamda, o'zim ustimda ishlamasamda, meni oyligim oshmoqda-da deb yurursam, shortim shuqqa o'xshab, misol uchun-da. Nima degani bu desa, bu salbiyda. Nimaga salbiy? Birinchidan o'zim ustimda ishlamoqdim, o'zimga investitsiya kiritmoqdim. Qaysidir ma'noda ishimni yaxshilash uchun o'zi ishimdan olaman o'sha pulni, misol uchun dars o'tib olamanda, darsimni o'ziga yaxshilashga, notebook olmasam yoki bir qaysidir onlayn platformalar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni sotib olmasam pulligini yoki ChatGPT qaysidir ma'noda pulligini ishlatmasam, darsimga yordam beradi-ku misol uchun. Shunaqa narsalar qilmasam, o'z-o'zidan darsim yaxshilanmaydi. Yaxshilanmagandan keyin oyligim ham oshmaydi, optim ham oshmaydi, tajribam ham oshmaydi va keyinchalik treninglar ham o'ta olmayman. Oylikdan misol uchun ishimdan tashqari bir ish qilaman desam, tajribam yo'qligi hisobiga uni ham qila olmayman. Oshiqcha pul ham topa olmayman. Yana men kim bo'laman? Nolib yashaydigan odam bo'laman, xuddiki bir salbiy, hozir aytganimizdek, salbiy feedback looplar, ya'ni salbiy ishlarga, salbiy harakatlarga undan keyin sodir bo'ladigan narsalarga yetaklab boradi. Pozitivlari, ya'ni ijobiylari ijobiy ish harakatlarga yo'l ochib beradi. Juda oson, sodda narsadek tuyuladi, lekin shuni ham bilmaymiz, shuni ham qilmaymiz. Ba'zan o'zim ham bilmay qolaman. General degan o'yin bor. 2005-yil, 2006-yilda chiqqan adashmasam, keyin yaxshilashdi, 2005-yildagi versiyasiga hech qaysi bir yetmaydi. Shu o'yinda baza qurasizda, boshqalar bilan urushasiz. Baza qurganingizda qanaqa bo'ladi? Misol uchun, baza qurish uchun avvalo pul kerak. O'zi ozgina pulingiz bo'ladi, boshlayotganingizda o'sha pulingizga qaysidir ma'noda yana pul keltiradigan narsa qilasizda. Ya'ni sizga ko'proq pul keltiradigan, yaxshiroq baza qurishga yordam beradigan, xo'p, yo'llarni qidirasizda, o'sha bazalar ichida pul keltiradigan qismini birinchi qurasiz. Qolganlariga nisbatan. Xo'p, endi o'shani qurmasangizchi, o'sha pul keltiradigan qismini qurmasdan askarlarga pul tiksangiz yoki qaysidir ma'noda qurollarga pul tiksangiz yoki tanklarga pul tiksangiz, xo'p, pulingiz yetadi o'shalarga ham. Lekin bu boshlang'ich pulingizni o'shalarga tikib olsangiz, ya'ni pulingizni ko'paytiradigan joyga, ya'ni mablag' oldingiz, ortiqcha daromadingiz bor, o'sha daromadingizni olgan joyingizga tikmasdan boshqa joyga tikadigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan bu sizga keyinchalik minusga ishlaydi. O'sha pulingiz yetadigan miqdorda askar olasiz, tank olasiz, yana bir narsalar olasizda, borib jang qilsangiz yutishingiz mumkin. Yutqizib qo'yishingiz ehtimoli ko'proq. Keyingi janglarda sizni davom ettira olmasligingiz ehtimoli juda yuqori, chunki pulingiz qolmadi. Pul ko'paytiradigan deydi, bazani qura olmadingiz siz, misol uchun. O'shani hisobiga, ya'ni kerakli joyga investitsiya qilmadingiz, misol uchun. Ortiqcha pulim bor deydi, qayerga investitsiya kiritay? Mana bunaqa narsa aksiya olib qo'yaymi yoki mana bunaqa narsa qilaymi yoki bir do'kon ochib qo'yaymi yo uy olib qo'yaymi deydi. Xo'p, qayerdan oldingiz o'sha pulni? Misol uchun men o'qityapman, meni ortiqcha pulim bo'lsa, men mashina olishdan burun o'sha pulimni qanaqa qilib ko'paytirsam bo'ladi? Shu narsani o'ylashim kerak birinchi. Endi men qanaqa qilaman buni desa, har xil kurslar olaman, misol uchun ingliz tili o'qituvchi sifatida gapiradigan bo'lsam, IELTS'ni yaxshilashim mumkin. IELTS topshirishim mumkin, misol uchun. Yoki CELTA kursi bor, yoki TESOL kursi bor. O'qituvchilar xalqaro darajadagi o'qituvchiga chiqaradigan kurslar. Bularni oladigan bo'lsam, meni oyligim karrasiga oshadi. Chunki bular birinchidan qimmat, bularni olish oson emas. Uning uchun ancha o'qishingiz kerak. Imtihondan o'tsangizgina sizga beriladi bu sertifikatlar. Imtihondan o'tmasangiz berilmaydi. Imtihondan o'tish o'zi ham bo'lmaydi. Bu narsalarni o'rganib, siz amaliyotga tatbiq qiladigan bo'lganingizdagina o'tasiz. Boshqachasiga o'tib bo'lmaydi imtihondan. Men olmaganman shu sertifikatlarni, lekin shu yo'l to'g'ri yo'lligini bilaman. Hech bo'lmasa. Xuddi shunaqa. Ya'ni ijobiy natija xohlasak, ijobiy taraflarni qidirishimiz kerak. Ijobiy ishlarni qidirishimiz kerak. Undan keyingi qilayotgan ishlarimiz ga ta'siri to'g'ri yo'nalishda olib borishimiz kerak. Men dangasalik qilyapman, misol uchun dars qilmayman. Dars qilmagandan keyin natija bo'lmaydi. Men IELTS o'qituvchisiman, o'quvchi hamman deylikda, misol uchun arab tilidan nimadir sertifikatga o'qiyapman, dangasalik qilyapman, natija bo'lmayapti. Natija bo'lmagandan keyin nima bo'ladi? Motivatsiyam tushib ketadi, o'qigim kelmaydi. Yana dangasalik qilaman-da. Nima bo'ladi? Yana o'qimay, yana sertifikatga topshirmay yuraveramanmi? Xuddi shunaqa narsa. Lekin men bitta o'sha dangasaligimni yengib, o'tirib dars qilsam, o'z-o'zidan har kun o'tirib dars qilsam, natija bo'ladi. Motivatsiyam bo'ladi natija bo'lgandan keyin, o'zimga ishonchim baland bo'ladi. Yana keyin boshqa narsalar qilayotgan paytimda, boshqa maqsadlarimga erishmoqchi bo'lgan paytimda, menda ishonchim borligi yana ham kattaroq maqsadlarga
harakat qilishimga tezroq yordam beradi. Bu ham ijobiy feedback looplarning ko'rinishi. Dangasalik qilib o'tirsam, bu salbiy bo'ladi. Narx oshadi, misol uchun, bozorda narx oshadi. Odamlar sotib olish kamayadi. Ba'zi narsalarda kamayadi, ba'zi narsalarda kamaymaydi. Uni yana gaplashamiz. Hop. Narx oshgandan keyin sotib olish kamaydi. Sotuvchilar, ya'ni o'sha taklif berayotganlar sekin narxini tushirib qo'yadi. Chunki odamlar olmay qo'ydi. Xuddi shunaqa narsa. Ular ko'rdi, qilgan ishi yaxshi natija bermadi, demak sekin qaytarib qo'yadi. O'zini asl holatiga. Yoki men misol uchun qish kunlarida gaz olish qiyin O'zbekiston hududida, endi gaz zapravkalar yopiladi. Misol uchun, gaz quyish shoxobchalari deydimi o'zbekchasiga? O'sha narsalar yopiladi. Xo'p, odamlar taksiga baribir chiqadi, iloji yo'q. Endi u taksilar nimada yuradi desa, ko'pi benzinda yuradi, boshqa yoqilg'ilarda yuradi. Endi ular odamlarda boshqa iloji yo'q. Odamlar baribir masofaga, o'sha joyiga yetib borish kerak, o'sha manziliga yetib borish kerak. Agar shular, ya'ni odamlar yo'l kira qimmat bo'lib ketdi deb turib mashinaga chiqmasa, ular o'z-o'zidan o'sha mashinaning narxini, yo'l kira narxini tushiradi. Aslida gaz narxi ham oshmaydi, yoqilg'i narxi ham oshmaydi, lekin yo'l kira oshib qoladi. Nimaga desa, gaz olinmabdi, gaz tanqis bo'lib qoldi. U aslida to'g'ri qadam bu, misol uchun. Lekin bu oshgan narx tushmaydi. Gaz olish tiklansa ham, ya'ni gaz berilishi yana davom etsa ham bu narx tushmaydi. Odamlar shunchaki o'sha mashinalarga chiqmay qo'ysagina tushadi. Ular salbiy feedback olmaydi o'sha qilgan ishiga nisbatan. Ya'ni misol uchun narx oshirib yubordinglar, bo'lmadi, unaqa edi, bunaqa edi degan odam kam bo'ladi. Bitta, ikkita bo'ladi qarshi chiqqan odam. Qolganlar majbur manziliga yetib borish kerak, vaqtida yetib borish kerak. Chiqadi, o'z-o'zidan taksilarning narxi oshaveradi. Yoqilg'i oshmaydi. Hech qanaqa turdagi yoqilg'i oshmaydi-da, lekin taksilarning narxi ko'payadi, qimmatlashadi. Xuddi shunaqa narsa. Agar salbiy feedback olganda, ular narxi tushgan bo'lardi. Yozda misol uchun kichkinaligimizda uzum uzardik-da. Uzum uzganimizda uzum narxi juda past bo'lib ketardi. Boshida 1-2 kun baland narx bo'lardi-da, keyin pasayib ketardi. Uzumni biz fura mashinalar bo'ladi, katta mashinalar, o'sha mashinalarga topshirardik. Endi topshirganda qanaqa bo'ladi? Misol uchun aytaylik 1 kilo uzumning narxi 10 ming so'm bo'lsa, boshida 2 kun, 3 kundan keyin 5 ming so'mga tushirib qo'yardi. Olaverardi odamlar. Sotilmay qolgandan ko'ra sotganim yaxshi deb turib, arzonga ham sotib olaverardi. O'sha sotib olaverardi mahsulotini dehqonlar, misol uchun. Endi o'sha paytda butun hamma dehqonlar kelishib, "Yo, biz 5 mingdan sotmaymiz" desa, aslida shunaqa bo'lsa, ular narxni yana ko'taradi. Misol uchun, asl narxiga qaytarmasa ham 5 ming, 6 ming emasda, 7 ming, 8 ming, balki 9 ming qilib turib qaytarib qo'ygan bo'lardi. Hozir tushunaman, bu narsani dehqonlar birlashmaydi. O'z-o'zidan ular salbiy feedback olmaydi, qilgan ishiga nisbatan sotib oluvchilar bu qilgan ishi to'g'ri deb davom etaveradi, ya'ni bu narsani. Ya'ni dehqonlarni qiynashda davom etavergan. Shunaqa misollar. Xo'p. Ishingizni yaxshi bajarasiz-da, misol uchun tasavvur qiling, istalgan bir kasb egasisiz, ishingizni zo'r bajarasiz. Yanada yaxshiroq bajarish uchun imkon tug'iladi-da, siz ishingizni yaxshi bajarganingiz uchun. Nimaga? Hop, birinchidan siz ishingizni yaxshi bajarganingizdan keyin odamlar sizdan xursand bo'ladi. O'sha xizmat ko'rsatish sohasida bo'lsangiz, odamlar sizdan xursand bo'ladi. Odamlar biladi, atrofingizdagilar sizni yaxshi ish qilishingizni biladi. Va sizga boshqa mijozlar oqimi ham ko'payadi o'z-o'zidan. Ko'proq tajriba orttirasiz. Misol uchun, ko'proq professionallik tomon ko'proq harakat qilasiz. Yaxshiroq ishlaysiz, yana ham yaxshiroq natijalarga erishasiz. Endi ishingizni yaxshi bajarmasangiz-chi? Ishingizni yaxshi bajarmasangiz, o'z-o'zidan odamlar orasida yomon nom bilan tanilasizda. Yaxshi nom qozonmaysiz. Bu keyin sizga keladigan imkoniyatlarni kamaytirib yuboradi. Xuddi shunaqa narsa. Maqsadingizga harakat qilasiz, erishsangiz ishonchingiz ortadi, yana ham yaxshiroq harakat qilishga boshlaysiz. Maqsadingizga harakat qilmaganingizdan keyin erisha olmaysiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushib ketadi, keyingi maqsadlaringiz ham qolib ketadi. Biz nimaga qattiqroq e'tibor bersak, bizning miyamiz o'sha narsani eslab qoladi. O'sha narsani to'g'ri deb hisoblaydi. Nimadir qilishim kerak bo'lsa, men o'zimda misol uchun yozib qo'yaman-da, o'ta muhim ishim bo'lsa yozib qo'yaman. Men bu sanada men bu ish qilishim kerak deb yozib qo'yaman. O'sha sana kelganda men o'sha yozuvni o'qib o'tirmayman-da. O'sha sana kelguncha men bilaman o'sha ishni qilishim kerakligini. Nimaga desa, men yozib qo'yganim o'sha narsa meni xotiramda qolib ketishiga yordam beradi. Bu ham feedback loop. Qanaqasiga desa, bu miyada ishlaydi. Men yozib qo'ydim, men bildim miyam bu xotiramdan uchmaydi degan narsa bo'ladi. O'z-o'zidan yozganim uchun
Miyam yaxshiroq eslab qoldi. Bu ham feedback loop. Hozir aytdik misol uchun. Yaxshi nom qozonsangiz misol uchun keyingi imkoniyatlar ochiladi dedik. Bu narsani balki boshqa qaytib eshitmasdirsiz. Ozgina oldin ham o'rgangandik shekilli Matthew effekti. 5-sonimizda, 6-sonimizda shu atrofida, balki 4-sonimizda o'rganganmiz. Matthew effekti degan narsani o'rganganmiz. Hech kim aytmaydi sizga bu gapni. Boylar boylashib ketaveradi, kambag'allar kambag'allashib ketaveradi. Nimaga? Chunki boylarni imkoniyati ko'proq, yana ham ko'proq imkoniyatlar keltiradigan ishlarni qilishga. Ularga qanaqadir imkoniyat kelib qoldi, o'sha imkoniyatdan foydalanishga imkoniyat bor ularda. Puli bor chunki. Misol uchun, kambag'al odam o'sha imkoniyat bitta-ikkitasi keladi, o'zi kam keladi. Qanaqadir pul yetadigan miqdordagi imkoniyatlar kam keladi. Juda kam keladi. O'shalardan foydalansa foydalandi, foydalanmasa bo'ldi, imkoniyatsiz qolib ketaveradi. Boylarda-chi bunaqa imkoniyat ko'p bo'ladi. Chunki ularning puli ko'p boshda. Endi aqlli odam ham aqllilashib ketaveradi, ahmoq odam ham ahmoqlashib ketaveradi. Bu ham xuddi shu narsada. Aqlli odam biladi qayerda qanaqa imkoniyat borligini, qaysi biridan foydalansa qanaqa natijaga olib borishini biladi. Bu feedback loopdan foydalanadi aslida. Boyagi boylar ham, kambag'allar ham feedback loopdan foydalanadi. O'sha qilayotgan ishining natijasi nimaga olib borishini oldindan sezadi hech bo'lmaganda. Yoki bir marta qilib ko'rib, keyin sezadi. Natijasini ko'rgandan keyin. Bu gapni sizga birov aytmasligi mumkin. Siz qaysi toifasiz? Boylar boylashib ketayotgandagi boylardanmisiz yoki kambag'allardanmisiz yoki aqllilashib ketaveradi dedim. O'sha aqllilardanmisiz yoki ahmoqlardanmisiz? Farqi yo'q. Bu narsani o'zingiz uchun aniqlashtirib oling. Siz hozir javob bersangiz, aniq javob bermaysiz. O'zingiz bilan o'zingiz qolsangiz, aniq javobini berasiz. Qaysi birisiz? Men o'zimga ham mana xalq qo'lida aytib olmaydigan javoblarim bo'lishi mumkin edi. Xuddi shunaqa. Biz o'zimiz qaysi toifaligimizni aniqlashtirib olishimiz kerak. Shunga qarab keyin harakat qilishimiz kerak. Endi o'sha toifadan bu ekanmiz, misol uchun aytaylik, bo'ldi men pulim yo'q, boshqa imkoniyat kelmas ekanda deb o'tira olmaymiz. Unaqasiga iloj yo'q. Unaqasiga yashab bo'lmaydi. Kichkina imkoniyatlar keladi. Kichkina imkoniyatlar. O'shalardan foydalansangiz, kattaroq imkoniyatlar keladi. Bu kattaroq imkoniyatdan foydalansangiz, undan ham kattaroqlar keladi. Hammada bo'ladi imkoniyat, hammada bo'ladi. Ahmoq odamda ham, aqlli odamda ham, kambag'alda ham, boyda ham bir xil bo'ladi. Faqat kim foydalana olsa, o'sha yutib ketaveradi. Kimdadir kamroq, to'g'ri, kimdadir ko'proq, lekin kim foydalansa o'sha yutib ketaveradi. Xuddi shunaqa narsa. Feedback loop bizni qilayotgan ishimizning natijasi keyingi ishlarimizga ta'sir qilishini oldindan bilishdek gap. Bilmaysizda, bir narsani bilmaysiz, tasavvur qiling. So'raysiz, ustozingizdan so'raysiz, ustoz, mana holat bo'lyapti. Nima qilishni bilmayapman desangiz, u sizga to'g'ri maslahat berishi mumkin. Lekin siz so'ramasangizchi? So'ramasangiz o'zingizdan noto'g'ri ish qilasiz katta ehtimol bilan. Chunki bilmaysizda. Bilmagan so'rab o'rgangan olim deydi. To'g'rimi? Yoshligimizda juda ko'p eshitib qulog'imizda qolib ketgan maqolmidi? Xullas, nimadir, esimda yo'q, iborami? Bu narsa juda to'g'ri keladi shu feedback loopga. Ya'ni bilmaysiz, so'raysiz, o'rganasiz. So'rasam o'rgansa bo'lar ekan degan narsa bo'ladi. Men odamdan so'radim, o'rgandim. Xo'p. Endi so'ramasam o'sha ahmoqligimcha qolaman. O'sha joyda yechimimni topa olmasdan noto'g'ri ish harakat qilganimcha qolaman. O'z-o'zidan o'rganmayman bu narsani. Bilmaysizmi? So'rang, o'rganing. Bu ham yaxshi feedbackka, yaxshi pozitivniy ishlarga yo'l ochib beradigan narsalardan bittasi. Muvaffaqiyat bitta bir marta tasodifiy bo'lib qolgan, ish natijasida emas-da, hech qachon hech qaysi muvaffaqiyat bittagina natijani yoki bittagina ish natijasida emas. U istalgan muvaffaqiyatni olasiz. Bir necha marta ijobiy ishlari natijasidan kelib chiqqan muvaffaqiyat takrorlangani bo'ladi. Ya'ni bir necha marta ijobiy takrorlanadigan feedback looplarni natijasidan keyin bo'ladi muvaffaqiyat. Xuddi shunaqa. Vaqtingizni misol uchun bo'lar-bo'lmas o'yinlarga sarflaysiz, misol uchun. Hech bir gapirmasdan bu narsani PUBG o'yinlariga mukkasidan ketganlar bor. Mukkasidan ketgan. Men maktabda ishlayman, o'smirlar bilan ko'p ishlaymiz. O'smirlar ham, kichkina o'quvchilar ham, hali 10 yoshga to'lmagan o'quvchilar ham bor. PUBG o'ynashda. O'tirib olib, ichiga kirib ketadi o'yinni. Ora-orada kimdir gapirsa so'kin o'radi ham. Bu agressiv xulq-atvor o'zida kasb qildiradigan deymizmi, o'yinlardan bo'lishi kerak. Men bilmadim. Endi jamliq ichidan bilmayman bu narsani. Bo'lmas narsalarga, bo'lmas o'yinlarga vaqtini ko'p sarflaydiganlar. Shunaqa narsalarga sarflab qo'ydingizda, keyin nima bo'ladi?
2 soat Instagramda o'tirib ko'ring, 2 soat ketma-ket kalta videoni ko'rib ko'ring, nima bo'ladi? O'zingizni shunaqa darajada bir aybdor his qilasiz, bir ishingizni unmaganligidan, vaqtingizni bekorga sarf bo'lib ketganligidan shunaqa o'zingizni yomon his qilasiz. Energiyangizni yemirib tashlaydi, o'zingizni yomon his qilasiz. Keyingi ishingizga bo'lgan unumni pasaytirib yuboradi. Nimadir ish qilmoqchisiz, lekin o'sha ishingizda unum bo'lmaydi-da. Nimaga? Chunki rasvo bo'ldingiz-da ungacha bo'lgan soatingizni. Yana nima bo'lasiz? Yana zeriksiz, yana energiyangiz bo'lmaydi-da, yana Instagramda o'tiraverasiz keyin. Yana o'sha o'yiningizni o'ynab o'tiraverasiz. Ijobiy bitta ish harakatingiz bir nechta ijobiy narsalarga yetaklaydi. Bitta salbiy narsangiz bir nechta salbiy narsalarga olib boradi. Xuddi shunaqa. Xo'p. Birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. Keyingisiga o'tamiz bo'lmasa. Xo'p, ikkinchi o'rganadigan narsamiz equilibrium. Nima degani bu? Muvozanat degani. Qarang, muvozanat. Tasavvur qiling, arg'imchoq, o'tirib ikkita tomonda odam bo'ladigan arg'imchoq bo'ladi-yu, misol uchun o'rtadan mahkamlangan ikki tomonli arg'imchoq bo'ladi. Bir xil vaznli odam o'tiribdi. Ularni arg'imchoqda muvozanat saqlab, bir gal bunisi tepaga ko'tarilishi, muvozanat saqlashida o'sha o'rtada ham turib qolishi mumkin. Ikkalovi o'rtada ham turib qolishi mumkin, chunki vazni bir xil. O'sha narsa muvozanat. Sendan o'gina, mendan bo'gina deb turib, baravar maza qilib uchishi muvozanatda umuman. Xo'p, yoki bo'lmasa eshikni tasavvur qiling-da. Eshikni bir tomonidan 2 kishi tortyapti, ikkinchi tomondan yana 2 kishi tortyapti. Bu eshik ochiladimi, yopiladimi? Ochilmaydi ham, yopilmaydi ham. Qayerda turgan bo'lsa, o'sha holatda turadi. Mana shu muvozanat. Endi o'sha ikkita kishini bittasi yo'qolib qolsa, qaysidir tomondan? Ikkinchi tomonga qarab harakatlanadi o'sha eshigimiz. Bu muvozanatda buzilishi. Bu haqida hozir gaplashamiz. Endi qarang. Tanamiz qiziydi. Muvozanat yo'qoladi. Qizish natijasida tanamizdagi muvozanat yo'qoladi. Muvozanat tiklash uchun tanamiz nima qiladi? Ter chiqaradi. Shu terni suv ko'rinishida chiqarib yuboradi. Ya'ni ichimizdagi issiqlikni suv ko'rinishida chiqarib yuboradi. O'sha qizigan haroratimiz suv ko'rinishida chiqib ketadi. Tana yana muvozanat saqlab oladi. Yoki bozorda talab va taklif qonuni bo'ladi deydi. Talab bilan taklif qonuni teng bo'lsa, bozor yaxshi yuradi. Misol uchun aytaylik, bozorda nimagadir ehtiyoj bor, aytaylik, telefonlarga ehtiyoj bor. Telefonlarga ehtiyoj bor. Telefonlar olib kirib kelgan odam shu telefonlarni yaxshi sotadi, yaxshi baholanadi. O'z-o'zidan bozor ham xursand, sotgan odam ham xursand. Bu ham daromad qiladi. Bunisi daromad qiladi, bunisi ehtiyojini qondiradi. Mana shu narsa talab va taklifni tenglashishi muvozanat, equilibrium. Xo'p. Bitta holat bo'lgan edi, bir necha yillar oldin. Shakar qimmat bo'lib ketgan. Bilmayman necha pul bo'lib ketgan, lekin juda qimmat bo'lib ketgan. Shuni sun'iy tushirish uchun talab, xullas, mana shu qonun buzilgan, talab va taklif qonunida buzilish bo'lgan. Shuni joyiga keltirish uchun militsiya xodimlari kelib bozorning ichida arzonga shakar sotgan. O'sha qonunni joyiga keltirish uchun, o'sha talabni to'g'ri, talab taklifni to'g'ri muvozanatda ushlash uchun. Yoki mana misol uchun yomg'ir yog'adi, taksiga qo'ng'iroq qilasiz yoki Yandexdan zakaz qilasiz, qarasangiz qimmat taksilar. Nimaga qimmat o'zi вообще? Xo'p. Qimmat bo'lish to'g'rimi o'zi aslida? Mana shu muvozanat. Mana shu muvozanat. Endi qarang. Qimmat bo'lishi nimaga muvozanat? Birinchidan taksiga hamma yomg'ir yoqqan paytda qo'ng'iroq qiladi. Hammaga yetkazib bo'lmaydi taksiga. Shuning uchun taksilar kamligi uchun odamlarni talabidan ko'ra taklif kamroq bo'lganligi uchun o'sha yerda qimmatroq qo'yadi. Kimni qurib yetsa o'sha holat taksi. Xuddi shunaqa. Hammaga yetkazib bo'lmayaptimi? Sal qimmatroq qo'yasiz, muvozanatlashadi. Xo'p. Shu vaqtida ham misol uchun taksi arzon bo'lib ketadi. Chunki odam kam. O'z-o'zidan taklif ko'payib ketgan paytda arzonroq bo'ladi bu narsa. Talab ko'payib ketgan paytda qimmatroq bo'ladi. Onlayn kurs o'tardim-da o'zim. Yaqinda bir o'rtog'im bilan gaplashib qoldik. Onlayn kurs o'tishga vaqtim yo'qda. O'quvchi yozyapti menga. Ustoz, mana shunaqa onlayn kurs o'tasizmi? Iltimos, kechqurunga bo'lsa ham qo'yib bering, deyapti. Mani vaqtim yo'q deyman. Keyin o'rtog'im aytibdi, "Yo'q, unaqa demasan. Nimaga? Xo'p, sani vaqting yo'qmi? Ha. Umuman vaqting yo'qmi? Topsa bo'ladimi?" Balki bo'ladi, lekin ajratgim kelmayapti. Nimaga ajratgim kelmayapti? Chunki u narxda, misol uchun aytaylik, bitta o'quvchiga
10 million so'mga, misol uchun 1 million so'mga dars o'tsam, o'sha narsani menga aytyapti, sen ko'proq qimmatroq qilib qo'y vaqtingni. Shunda sen ham xafa bo'lmaysan vaqtingni ketkazayotganing uchun o'sha odamga. U ham xafa bo'lmaydi, seni vaqting yo'q ekan deb aytyapti. Xuddi shunaqa muvozanat mana shu narsa. Meni vaqtim yo'q edi, keyin unga aytdim qimmatroq qilib. U o'qimadi to'g'ri, lekin men ichimdan nima deydi, vijdonim oldida qanaqadir bir yengil tortgandek bo'ldim. Nimaga yengil tortdim? Chunki shu bolaga ham aytaylik, o'tkim bor, lekin u narxga o'tkim yo'q. Ya'ni misol uchun aytaylik 200 ming so'mga yoki 100 ming so'mga men dars o'tirgan bo'lsam, o'sha summaga dars o'tkim yo'q u bolaga. Nimaga dars o'tkim yo'q? Chunki vaqtim yo'q. O'sha vaqtimni qizg'onyapman. O'sha vaqtimni o'sha summaga sotkim kelmayapti. Xuddi shunaqa narsa. Bu ham muvozanatlashtirish. Qayerda muvozanat buzilgan bo'lsa, muhim joyga keldik mana. Qayerda muvozanat buzilgan bo'lsa, o'sha yerda imkoniyat bo'ladi. Maktabni bitirgan o'quvchilar universitetga kira olmadi. Nimaga? Chunki maktab bergan bilim yetarli bo'lmadi. O'zimizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Maktabda olgan bilimimiz yetarli bo'lmagan, kollejdan olgan bilimimiz yetarli bo'lmagan. Nima qilganmiz? Repetitorga borganmiz. Hamma bizdan oldingi maktab bitirib shunchaki institutga topshirganlar yiqilgan. Hammasi yiqilgan. Mana muvozanat buzilgan joyi. Repetitorlar buni orqasidan yaxshigina pul qildi. Kim o'quv markazi ochgan bo'lsa, hozir o'quv markazida gullab yashnayapti. Mana shu yerda muvozanat buzilgan edi, o'sha muvozanatni o'quv markazlari qoplab berdi. To'g'rilab berdi. Qayerda muvozanat buzilgan bo'lsa, o'sha yerda biznes qilishga yoki o'sha yerda pul topishga qaysidir ma'noda imkoniyat bor. O'sha yerda tanilib qolishga deymizmi, imkoniyat bor. Hozir qilayotgan odatlarimiz, hozirgi bilimimiz, ko'nikmalarimiz hammasi muvozanatlashganda, biz yaxshiroq oylik xohlasak, o'sha narsani, ya'ni tepadagi muvozanatga, o'sha yaxshiroq oylikning muvozanatiga olib chiqishimiz kerak. Yaxshiroq bilimimiz bo'lish kerak, yaxshiroq ko'nikmalarimiz bo'lish kerak, yaxshiroq odatlarimiz bo'lish kerak. O'shalarni to'g'rilab bersakkina, keyin o'sha yaxshiroq oylikka chiqamiz. Boshqachasiga shunchaki o'sib qolmaydi. O'zidan o'z, misol uchun boya aytganimizdek, nimaga meni oyligim o'smayapti? Avvalo o'zimizga investitsiya qilishimiz kerak. O'sha odatlarimizni tuzatishimiz kerak, bilimimizni yaxshilashimiz kerak, ko'nikmalarimizni oshirishimiz kerak, odamlar bilan munosabatlarimizni yaxshilashimiz kerak, networkingni yaxshilashimiz kerak. Shunga o'xshagan mayda narsalarni to'g'rilab keyin chiqishimiz mumkin yaxshiroq oylikka. Xuddi shunaqa narsa. Ish topish qiyin deydi. Ish topish qiyinmi? Yoki bor ishlarga yetadigan darajadagi kadr bo'lish qiyinmi? O'sha ikkinchisi qiyin. Ish topish qiyin emas. O'zim ham ish topishga qiynalganman. Nimaga qiynalganman? Chunki rus tilini bilmasdik. Rus tilini bilganimizda bizga juda ko'p ishlar bor edi. Xuddi shunaqa. Bir paytlar ishdan bo'shagan paytimiz, rus tilini bilmaganim uchun nechta joylardan ishdan qolib ketganman. Ishga kira olmaganman shunchaki. Shunchaki rad etib olganman. Rezyumemni o'qib ham o'tirmasdan отказ berib yuborgan. Xuddi shunaqa biz yuqoriroq narsani xohlaymizmi? O'sha yuqoriroq muvozanatga yetadigan darajaga chiqishimiz kerak. O'sha rus tilini bilishimiz kerak, o'sha kamchilik biladigan ko'nikmalarni bilishimiz kerak, kamchilik biladigan bilimlarimiz bo'lish kerak. Xuddi shunaqa narsa. Xo'p. Yana bitta holat aytaman, qarang. Do'stlarimiz bilan tasavvur qiling, atrofingizdagi do'stlaringiz bor, siz borsiz. Do'stlaringiz o'zgarmoqda, siz o'zgarish boshlayapsiz, siz rivojlanyapsiz, siz qanaqadir kitoblar o'qiyapsiz, siz yana nimadir kurslar o'qiyapsiz, o'z ustingizda ishlayapsiz, yaxshiroq nimalardir o'rganishga harakat qilyapsiz. Lekin do'stlaringiz o'rganmoqda. Shu holatda nima bo'ladi desa, siz ulardan uzoqlashishni boshlaysiz, chunki siz o'rganyapsiz-da. Bilasiz, ular qiziq gaplashayotgan temalari qiziq bo'lmaydi. Endi miyada diskomfort boshlanadi. Muvozanat buzildi. Do'stlaringiz bilan o'rtangizdagi muvozanat buzildi. Endi shu holat ikkita variantingiz bor. Muvozanatni tiklashingiz uchun siz o'zgarishdan voz kechib o'sha do'stlaringiz oldiga qaytishingiz mumkin. Bitta variant, ikkinchi variant o'zingizga to'g'ri keladigan kurukka borishingiz mumkin. Bundan boshqa variant yo'q. U kurukka borib turib, yana o'sib ketish iloji yo'q. Chunki u kurukka borib o'saman desangiz, siz ular bilan bir xil bo'lib qolasiz. Yana ikki xil muvozanat qilish uslubi bor ekan shu yerda. Miyani muvozanat qilishning zo'r uslubi bor ekanda. Yaqinda tushunib yetdim bu narsani. Misol $500 topadigan odam bilan $2000 topadigan odamni so'rab, nima kamchiliging bor desa, bir vagon narsa sanab beradi. Ikkalovi ham sanab beradi. Puling yetyaptimi desa, yo'q deydi ikkovi ham. 90%, 80% balki yetar. Kimlardir aytar, yetyapti, mazza qilib yashayapman deydiganlar kam, lekin shukr qiladiganlar kam, juda kam. Men bilgan, taniganlarim orasida bir 10% ham chiqmasa kerak balki. Yetmayapti deydi.
juda kam deydi. Nimaga desa, miya $500 topsangiz ham o'shanga yetadigan rasxod chiqarib beradi. $2000 topsangiz ham o'shanga yetadigan rasxod chiqarib beradi. Sizni pulingiz ko'payib ketganini, bu yoqdagi ehtiyojlaringizni kam turishiga, agar miyangiz shu narsani his qilib, o'sha ehtiyojlarga, o'sha $500 topayotganimdagi ehtiyojlar menga hali ham yetadi, o'sha ehtiyojlarim qonsa bo'ldi deb yashashingizga miya kamdan kam qo'yib qo'yadi. Agar siz shu narsani tushunib yetmagan bo'lsangiz. Tushunib yetgan bo'lmasangiz xullas. Bizani miyamiz shunaqa ishlar ekan. Agar biz tushunib yetmasak, o'ziga o'zi muvozanat yasab oladi. $10,000 topganingizda ham o'sha pulingiz yetmasdan yuraverasiz keyin. Buni tushunish o'sha muvozanatlashtirmaslikka yordam beradi, o'sha muvozanatdan qochishga yordam beradi. $2000 topib o'tirgan $2000 ishlatish kerak degan emas. To'g'rimi? Menimcha shunaqa. Xo'p, ekvilibrium shunaqa narsa ekan. Muvozanat uchun, muvozanat tushunishimiz uchun yaxshi narsa ekan. Xo'p, 3-chi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsaga o'tamiz. 3-inchisi bottleneck deb nomlanadi. Bottleneck nima degani? Bu shishani og'iz tarafi deymizmi? Ochiladigan tarafi. Tor tarafi deymiz, tor joyi. O'sha qismini, bo'yin qismi deymizmi? O'sha qismini bottleneck deydi. Xo'p, endi buni nimaga o'rganish kerak? Tizimni tezligi o'sha tizimdagi eng sekin qism qayerda bo'lsa, o'shani tezligi bilan bir xil. Balki fizikaga to'g'ri kelmas bu. Shishani bo'yni qancha kichkina bo'lsa, tasavvur qiling, mana shishada shishani bo'yni qancha kichkina bo'lsa, undan tushishi mumkin bo'lgan suv shunchalik sekin tushadi. Qancha kichkina bo'lsa, shunchalik sekin tushadi. Uni bu yoq tarafi qancha keng bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerdan tushayotgan suv shuncha sekin tushadi, idishi kichkinaligi natijasida. Og'zi kichkinaligi natijasida. Yoki keng yo'lni tasavvur qilingda, bir 6-7 ta yo'lakli yo'lni tasavvur qilingda, 6-7 tasidan baravar mashina yuryapti-da. 5 tasida remont bo'lyapti, bittasi ochiq. Bir dona yo'l ochiq bo'lsa, o'sha yo'ldagi 6 ta yo'lda yurayotgan mashinalar tezligi nechaga teng bo'ladi, bilasizmi? O'sha bitta yo'ldan o'tayotgan mashinaning tezligiga teng bo'ladi. Nari borsa, balki undan ham past bo'ladi. Chunki hammasi bitta yo'ldan o'tyaptimi, borib tor yo'ldan o'tyaptimi, o'sha tor yo'lda tezlik qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa tezlik bo'ladi. Endi bu nimaga kerak o'zi desa, kuchli taraflarimizni rivojlantirib ketaveramizda, qaysidir kuchsiz tarafimiz bizni o'sha kuchli taraflarimizga minus berayotgan bo'ladi. Ko'pincha tushunmaymiz bu narsani. O'quvchilar keladi-da, "Men yozishim ham zo'r" deydi, ingliz tilidan o'qituvchiman endi. Yozishni ham zo'r bilaman deydi, o'qishni ham zo'r bilaman deydi, gapirishni ham zo'r bilaman, lekin lug'atim yaxshi emas ustoz deydi, keladi. Keyin nima bo'ladi, bilasizmi? Birontasi yaxshi bo'lmaydi. Yozishi ham yaxshi bo'lmaydi. O'qishi ham, eshitishi ham, gapirishi ham yaxshi bo'lmaydi shu o'quvchini. Lug'at yaxshi emas, chunki lug'at o'sha bo'yin qismida. Shu lug'at bo'lmasa, qolgan birontasi yaxshi bo'lmaydi. Shu grammatikasi bo'lmasa, bo'sha birontasi yaxshi bo'lmaydi. Xuddi shunaqa narsa. Biz zo'r tarafimizni kuchaytirib ketaveramiz. Aslida bitta nimadir qismimiz bo'ladi, bitta nimadir xarakterimiz bo'ladi, balki sifatimiz deymizmi, ko'nikmamiz bo'ladi. O'sha bizani zo'r kuchli taraflarimizdan yaxshi maza qilib foydalanishga qo'yib bermaydigan, kamroq foydalanishimizga sabab bo'layotgan narsa bo'ladi. Mahsulotingiz zo'rda, tasavvur qiling, dahshat mahsulotingiz borda, marketing bo'limingiz yo'q yoki marketing bo'limingiz yaxshi emas, yaxshi ishlamayapti. Qanaqa sotasiz? Qiynalib sotasiz. O'sha zo'r mahsulotingizni ham qiynalib sotasiz. Boshda bozorga olib chiqib olish azob bo'ladi. O'sha narsa bo'yin qismi, marketing qismi bo'yin qismi. Lekin yomon mahsulot bo'lsa, tasavvur qiling, dabdala mahsulot, bir teng qimmat mahsulot bo'lsa-da, zo'r marketing qilib qo'ysangiz, uni sotish ham yaxshi bo'ladi-da. Shu bo'yin qismi kengda shunga. Men bunga misol qilib, buknomiya aytishim mumkin. Bu zo'r narsa demayman, yomon mahsulot bu. Aniq yomon mahsulot. Ochib ko'rganman, eshitib ham ko'rganman, bir teng qimmat mahsulot. Lekin hamma oladi shuni. Hamma olgan bir paytlar, kimlardir olgan. Qimmatga olgan yana. O'sha bo'yin qismi qanchalik keng bo'lsa, qolgan narsalarga ta'siri shunchalik katta bo'laveradi. Yaxshi ta'siri katta bo'laveradi. Aqlli bolam deydi, men ota-onalar keladi-da, aqlli meni bolam, u zo'r tushunadi, zo'r narsalar qiladi, lekin dangasada deydi. Shu dangasaligi o'shani aqlidan foydalanmasligiga sabab bo'ladi. Shu dangasaligi natijasida o'sha aqli qo'l kelmaydi-da. Dangasalik yopib ketadi o'sha aqllilikka. O'sha aqlli degani dangasaligini yenggan degani.
Haqiqatda aqlli odam dangasaligini yenggan odam bo'ladi. Yengmaganmi, u aqlli hisoblanmaydi hali. Aqlli bo'lganda yenga olardi u. Mana shu qismi, o'sha dangasalik qismi, o'sha shishani eng tor qismi, shu butilkani eng tor qismi bo'ladi, og'iz qismi bo'ladi, bo'yin qismi bo'ladi. O'shani kengaytirsak, haqiqatda aqlli deb o'ylasak bo'ladi keyin ota-ona sifatida bolalarimizni ham. Anaqada futbol o'ynaymiz, misol uchun PlayStationda futbol o'ynaymiz. 5 burchakli gologramma chiqadi bundoq. 5 ta burchagi bor-da. Ko'rsatadi qaysi jamoada necha ochko bor. Misol uchun 89 ochkoli Barselona deylik yoki Real Madrid deylik-da. Oshirishi mamnaqa baland, misol uchun nechamdir ball fizikasi, ya'ni jismoniy qobiliyatlari mana mamnaqa darajada, o'yinchilarni hujum qilish tezligi mamnaqa, o'zi umuman tezligi mamnaqa, himoya qilishi mamnaqa deb yozib beradi. O'shalari 5 ta kategoriyasi bor ekanda. Shu 5 ta kategoriyada bundoq qaraysiz, bittasi past bo'lsa ham butun boshli balga ta'sir qilib tashlaydi. Misol uchun zo'r himoya qilib qo'yadigan jamoangiz bor-da, zo'r himoya qiladi-da, umuman gol o'tkazmaydi-da, lekin gol urmaydi ham-da. Nimaga? Zo'r himoyasi bor, hujumi rasvo. Shuni yutmaydi, o'z-o'zidan tanilmaydi-da. Mana qolgan zo'r taraflarni kuchaytirishda davom etgan, himoyasini zo'r qilib qo'ygan, chunki himoyani yaxshi ko'radi. Ular ko'pchilik yaxshi ishlaydi himoyada, lekin hujumni nima deydi? Yaxshi holat keltirmagan. O'sha hujumni yaxshi emasligi natijasida ular yutmaydi-da. Bir dasturlashi zo'r bo'ladigan do'stlarimiz bor-da, tanishlarimiz bor-da. Ishi yo'q deydi. Lekin ishi borlarimizni bundoq solishtirib qarasak, hammasi kamida 2 ta tilni biladi-da. Kamida 2 ta tilni. O'zbek, ingliz tilini biladi. Mayli, o'zbek tilini bilish anaqa emas. O'zbekistonda yashaganimizdan keyin. Xo'p, rus bilan ingliz tilini biladi-da. Zo'r ishlaydigan, zo'r pul topadigan o'sha dasturchi do'stlarimizni qarasak, ikkala til aniq bor. Ani ish topolmayman deganlarda shu til ko'nikmasi yo'q-da. O'sha narsa shuncha zo'r ko'nikmalarni ham ishlata olmasligi sabab bo'ladi. Balki ulardan zo'rdir dasturlashda. Shu bolalar. Lekin ishlata olmaydi, chunki ish yo'q ularga. Shu bitta narsa ularni shu butilgani bo'yin qismi bo'lib berayotgan narsa til bilmasligi shuncha ishlardan to'sib turibdi. Boya aytdim o'zimda ham. Shekirish qiynalganman, chunki rus tili bo'lmagan. Shu bo'yin qismim tor. Shu rus tilini bilmaganligim natijasida men ham shunaqa bo'lgan. Xo'p. Yaxshi mahsulotingiz bor, tasavvur qiling. Yaxshi jamoangiz ham bor, lekin xo'jayin yaxshi qarorlar qabul qilmaydi-da. Qaysi odam qaysi joyda o'tirish kerakligi, qaysi odam qaysi ish qilish kerakligi, qaysi mahsulot qayerga borilish kerakligi haqida to'g'ri qarorlar qilinmasa, yaxshi mahsulotingiz ham bir teng, yaxshi jamoangiz ham bir teng. Shu bo'yin qismi qaror qilish bo'ladi. Juda ko'p narsaga olishingiz mumkin bu narsa. Hamma narsangiz bor, tasavvur qiling, hamma narsangiz bor, hamma ko'nikmalaringiz bor, hamma bilimingiz yetarli, lekin o'zingizga ishonchingiz yo'q. Ishga kirish qiyin bo'ladi, uylanish undan battar qiyin bo'ladi. Bir mas'uliyatni bo'yinga olib, o'sha mas'uliyatni zo'r qilib qo'yishingiz undan ham qiyin bo'ladi. Nimaga? Chunki o'zingizga ishonchingiz yo'q. O'zingizga ishonchingiz yo'qligi natijasida o'sha butirgani bo'yini torligi natijasida qiynalib yashaysiz o'sha joylarda. O'zingizga ishonchingizni balandroq qilsangiz, qanaqa baland qilasiz? Kichkina narsalar qilib ko'rasiz. O'zingizga ishonchingizni oshiradigan darajada, jismoniy qobiliyatlaringizni oshiradigan deylik, misol uchun yugurib ko'rasizmi, marafon yugurib ko'rasizmi? O'zingizni ishonchingizni oshirishga xizmat qiladigan mayda maqsadlaringizga erishib ko'ring. Ana keyin o'zingizga ishonchingiz balandlashadi. Ana keyin o'sha bo'yin kengayadi. Nima qilish kerakligini hamma biladi. Hamma biladi nima qilish kerakligini. Men podkast ko'rib o'tirganlar, bu narsani bilamiz-ku deb o'tiradi. Lekin qilmaydi. Juda ko'p qilmaydi. Juda ko'p qilmaydi. Qilish jasorat, o'sha qilishga bo'lgan jur'at, o'sha bo'yinni kengligi bo'ladi. Qancha jur'atingiz katta bo'lsa, o'sha bo'yingiz shunchalik keng bo'ladi. O'sha narsalar qilasiz. Qiladigan odamlar qayta ko'proq ko'radi bu narsani. Qilmaydigan odamlarni ko'radi-da, buni bilaman deydi ko'pi. Qilmaydi. Qolib ketadi. O'sha qilish jur'at, o'sha butilgan bo'yin qismi bo'ladi. Tasavvur qiling, Ferrari'ingiz bor-da, dahshat mashinada, eng tez yuradigan mashinalardan bittasida, lekin asfalt qilinmagan mahallangizda yuribsiz. Yursa bo'ladimi o'sha Ferrari'da? Tasavvur qiling. Yurib bo'lmaydi. Dabdala bo'lib ketadi mashina. Sochilib ketadi. Unaqa yo'llarda yurish uchun emas u.
uni yo'lini ham yaxshilashingiz kerak. U Ferrari sotib oladigan yo'lingiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Ferraringizni olib yuradigan yo'lingiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Shu mayda nima deydi? Biz e'tibor bermayotgan ko'nikmalarimizni yaxshilashimiz bizni usta ko'nikmalarimiz bor, zo'r ko'nikmalarimiz bor. Zo'r rivojlangan ko'nikmalarimizni yana ham yaxshi rivojlanishimizga yordam beradi. Abraham Linkolnning gapi bor edi. Agar menga o'tin chopish uchun 6 soat vaqt berilsa, deydi, 4 soatini boltamni o'tkirlashga sarflagan bo'lardim. O'tkir bolta bilan chopish osonroq, 2 soatda ham tugatib qo'yasiz. Balki 1 soatda ham tugatib qo'yasiz o'sha 6 soatlik narsani. O'tkir boltangiz bo'lsa, misol uchun. Xuddi shunaqa narsa. Kuchli narsalarimizdan yaxshi foydalanishimizga ta'sir qiladigan nimadir bor-da, o'sha nimadirni aniqlashimiz kerak. Bizani kuchli narsalarimizdan zo'r foydalanishimizdan to'sib qo'yayotgan. O'sha narsani tuzatsak, ishimiz osonlashadi. Muvaffaqiyatga erishishimiz osonlashadi. Xo'p, 3-chi narsa shu edi. Bugungisi juda uzun bo'ladimi deyman. Xo'p, critical mass 4-chi narsamiz. Burilish nuqtasi deyiladi o'zbekchasiga. Burilish nuqtasi nima? Xuddi bu boshlash energiyasi haqida gaplashdik, activation energy haqida gaplashdik o'tgan sonlarimiz qaysi biridadir? 17midi, 16midi balki. Undan farqli narsa bu ma'lum bir nuqtaga yetish haqida. Bir ish harakatini boshlash haqida emas, bir ish harakatda ma'lum bir nuqtaga yetish haqida. Ish harakatni boshlash uchun kerak bo'ladigan energiya bu activation energy. Bu boshqa narsa. Boshlash energiyasi bu. Critical mass nimasi? Bu burilish nuqtasi. O'sha ish harakatda nima deydi? Katta ishlarga sabab bo'ladigan, burilishlar bo'ladigan joyi. Birinchisi hozir aytganim, activation energy odamlar nimaga boshlamasligini tushuntirsa, bu odamlar nimaga tashab ketishini tushuntiradi ish harakatlar qilayotgan joyida. Kanal ochasida bitta odamingiz bo'ladi, 3 ta odamingiz bo'ladi, 10 ta odamingiz bo'ladi, 20 ta odamingiz bo'ladi, 500 ta odamingiz bo'ladi. Keyin o'sha 500 ta odamning o'zi sizni kanalingizdagi narsalar yaxshi bo'lsa, shunchaki o'zi tarqataveradi, o'zidan o'zi yaxshilanib boraveradi. To'g'ri, menda unaqa kanal yo'q, lekin ko'rganman. Kichkina joydan hozir 1000 talik, 2000 talik, balki 10 000 talik, balki 100 000 talik kanallarga chiqqanini ham ko'rganmiz. Shunaqa holatlar. Ichidagi kontentingiz yaxshi bo'lsa, odamlar o'zi reklama qiladi. Siz reklama qilishingiz shart emas. O'sha burilish nuqtasi, o'sha 500 ta odamga yetib olib, u yog'iga burilish nuqtasi boshlanadi sizga. Karrasiga o'sish boshlanadi o'sha nuqtadan. Xuddiki geometrik progressiga o'xshagan narsa. Bir kun zalga chiqasizda o'zgarish bilinmaydi. Bir hafta ham chiqasiz, hech nima bilinmaydi. Tanangizga qarasangiz hech narsa ham o'zgarmagan. Bir oy chiqasiz, sekin nimadirlar bilinish boshlaydi. 2 oy chiqqaningizdan keyinchi tanangiz sразу o'zgarish boshlaydi. Yaxshigina tomonga o'zgarish boshlaydi. Yog'lar eriydi, muskullar chiqish boshlaydi. Uyqumiz yaxshilanadi, yeb ichishimiz yaxshilanadi, kayfiyatlarimiz yaxshilanadi, energiyamiz yaxshilanadi. Mana shu yerda burilish nuqtasi boshlanadi. Yoki bitta guruhda bir kishi o'zgarsa-da, 10 kishilik guruhda bir kishi o'zgarsa nima bo'ladi desa, deyarli hech nima bo'lmaydi. 2 kishi o'zgarsa-chi, unda ham balki hech narsa bo'lmas. 5 kishi o'rgansa-chi, o'zgarsa-chi. Endi boshlanadi o'zgarishlar. Nimaga? Chunki 50% o'zgardi. 50% o'zgargandan keyin qolgan 50% ham ozgina-ozginadan o'zgarish boshlaydi. Qolgan 50% ga ham ta'sir qiladi. Qolganlar ham aniq o'zgaradi qachondir. Vaqt kerak, endi vaqt masalasi o'zgarishi. O'sha guruhda. Endi biza tasavvur qiling, men uylangansiz, yoki uylanganlar ko'rayotgan bo'lsa, misol uchun biladi. Vaqt o'tishi bilan ayoli o'ziga o'xshab qoladi. Fikrlashlari o'xshab qoladi, gapirishlari, qarorlari o'xshab qoladi bir-biriga. Vaqt o'tishi bilan necha yil ketadi unga endi. Endi nimaga bunaqa bo'ldi desa, kishi kim bilan eng ko'p vaqt o'tkazayotgan bo'lsa, o'sha narsaga ehtiyot bo'lsin. Agar yaxshi narsa, yaxshi odam bilan vaqt sarflayotgan bo'lsa, yaxshi tomonga o'zgaradi. Agar o'rnak olsa bo'lmaydigan, o'rnak olish kerak bo'lmagan odam bilan vaqt sarflayotgan bo'lsa-chi, o'sha tarafga o'tib ketib qolish mumkin. Hozir aytganimizdek 40-50% vaqtimizni kim bilan sarflayotganimizga, 40-50% vaqtimizni ko'rayotgan kontentlarimiz, o'qiyotgan kitoblarimiz qanaqa fikrlashimizni bildirib beradi. Qanaqa fikrlashimiz kelajakda qanaqa bo'lishini ko'rsatib beradi bizga. Hayotingizni sarflayotgan 50-60% vaqtingiz nimaga ketyapti? Tasavvur qiling. Ishingizgami, oilangizgami, do'stingizgami, o'yingami, kulgugami, nimaga? Yaxshi bo'lsa, xo'p. Yaxshi bo'lsa, yaxshi tomonga o'zgarib ketadi katta ehtimol bilan. Yomon bo'lsa-chi desa, yomon bo'lsa, katta ehtimol o'sha yoqqa ketasiz. Ketyapsiz siz o'sha yomon tarafga. Endi bu degani
Xo'p, men 50% ishim yaxshi bo'lsa, qolgani yomon bo'lsa ham bo'laverar ekan degani emas. Avvalo 100% yaxshi bo'lsin. Endi hech bo'lmasa 50% yaxshimi? Demak, hali umid bor. Bizda ikkita men bor-da, meni o'zimda ikkita men bor. Hammada ikkita men bor. Bitta Ilyos bor. Mana bunaqa podkastlarga chiqadi, odamlarga dars o'tadi, kimlardir savol bersa javob beradi, yig'ilishlarda o'tirib qo'l ko'tarib savol beradi, bir narsalar qiladi. Xullas, odamlar uchun ish qiladi. Ikkinchi Ilyos bor. Buni bitta Ilyos o'zim bilaman. O'sha Ilyosni bitta o'zim bilaman, bitta Alloh biladi. Bo'ldi. Hech kim bilmaydi. Ana shu ikkinchi Ilyos meni 50% ni tashkil qiladi. Balki undan ham ko'proq foizimni tashkil qilar. Chunki odamlarda ko'rinadigan vaqtim bilan o'zim qoladigan vaqtimni farq katta-da. Odamlar bilan bo'ladigan vaqtim ko'proq bo'ladi. Ko'pincha mayli endi 50% deb hisoblagan taqdirimda ham o'sha 50% o'zim qolgan vaqtimda nima qotganim, nimalarni o'ylayotganim, nimalar bilan band bo'layotganim, qanaqa kitoblar o'qiyotganim, nimalarni fikrlayotganim bu Ilyosga, ya'ni tashqi odamlar bilan muloqotda bo'layotgan, tashqi odamlar bilan interaksiya qilayotgan Ilyosga juda katta ta'sir qiladi. Yaxshi ishlarni qilayotgan bo'lsam, yaxshi Ilyos bo'ladi. Yomon ishlarni qilayotgan bo'lsam, mendan yomoni bo'lmaydi-da. Tashqi tomonimda ham yomon bo'lib ketaman. O'sha ikkita Ilyos ikkinchisi ham yomon bo'lib ketadi. Avval birinchisi yomon bo'lsa, ikkinchisi ham yomon bo'lib ketadi. Birinchisi yaxshi bo'lsa, ikkinchisi ham yaxshi bo'lib ketadi. Tushunarsiz? 2-3 yilda ko'rasiz bu narsani farqini. Atrofimizdagi do'stlarimizga qaraylik-da. 50% juda ko'p narsani hal qilib qo'yadi. 50% do'stlarimiz yaxshi bo'lsa, endi o'sha 50% hech bo'lmasa 50% yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'lib ketish ehtimolimiz bor. Yo'q emas, bor. Lekin undan ko'p bo'lsa yaxshi. 50% dan ko'p bo'lsa yaxshi. Agar ular bizning atrofimizdan ketib qolmasa, ular atrofimizda turishi, o'sha 50% do'stlarimiz yaxshi bo'lishi, shular bizning atrofimizda bo'lib turishi bizga foyda beradi baribir. Ustoz taniyman-da. Doimiy tanimagan odamlardan rahmat eshitib turadi-da. Nimaga eshitadi desa? Xo'p, birinchidan u ustoz juda taniqli odam. Ikkinchidan u ustoz juda ko'p, shu darajada yaxshi ko'p ishlar qilganki, darslar olgan, YouTube'ga videolar chiqargan, unaqa qilgan, bunaqa qilgan, juda ko'p yaxshi ishlar qilgan. Kanallari ham bor kerak bo'lsa. Juda ko'p yaxshi amallari boshida bo'lganda, o'sha amallarni video qilib, post qilib, yana bir narsalar qilib, ko'rinishda, darslar qilib, ko'rinishda yuklagan odamlar foyda oladi bundan. Shu darajaga keldiki, o'sha burilish nuqtasiga keldiki, u o'sha ishlarni davom ettirmasa ham umrining oxirigacha u rahmat eshitaveradi shu odam. Shu darajada ko'p qildiki u narsani. Umrining oxirigacha rahmat eshitaveradi. O'lgandan keyin ham menimcha savob yetib borib tursa kerak shu odam. Yana Xudo biladi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Burilish nuqtasi shu narsa. Bir narsani zo'r qilsangiz, misol uchun bir ishimiz ustasi bo'lsak, boya tepada ham aytib o'tdik. Odamlar o'zlari qidirib kelish boshlaydi. Siz birovga e'lon berishingiz ham, reklama berishingiz ham hech narsa ham shart emas. Siz shunchaki birinchi, ikkinchi, uchinchi nechta hamdir klientingizni zo'r qilib, rozi qilib, zo'r qilib ishini bitirib bersangiz, misol uchun xizmat ko'rsatish sohasida yoki boshqa sohalarda ham ishlab chiqarishmi, boshqami, zo'r ish qilsak, odamlar o'zlari qidirib keladi. Bitta kanalimiz maqsadi bor. Kanal maqsadi biz yurgizishdan to'xtagan paytimizda ham odamlarga foydali bo'lishdan to'xtamasin bu kanal. Odamlar yana ham narsa o'rgansin. Biz shunaqa narsa o'rgataylikki, 10 yildan keyin ham bu narsa aktual bo'lsin. 100 yildan keyin ham bu narsa aktual bo'lsin. Balki bo'lar. Menimcha bo'ladi deb o'ylayman, chunki muammolarni boshqacharoq ko'rishga o'rgatadigan narsa haqida gaplashyapmiz. Ya'ni muammolarni yaxshiroq tushunishga, hayotni yaxshiroq tushunishga o'rgatadigan aqliy modellar haqida gaplashyaptik. Bu hayotni tushunish har doim kerak bo'lgan. Men bir marta yashayotdim deydi hamma. Misol uchun, birinchi marta yashayapman deydi. Hamma tushunish xohlaydi hayotni. Qanaqa tushunamiz? Mana shu narsalarni tushunamiz. Inshaalloh shunaqa kunlarga ham yetaylik, shu burilish nuqtasiga ham yetaylik. Biz kanalni yurg'izishdan to'xtasak ham, odamlarga foydali bo'lishdan to'xtamasin bu narsa. Xo'p. O'sha burilish nuqtasini topsak kifoya. Qolganini yo topamiz, yo u narsani yaratamiz. O'zimiz qachondir yetib borib, o'sha ish harakatlar qilish orqasida yaratamiz. O'sha yerga yetib olsak, shu burilish nuqtasidan keyin ishimiz ancha yaxshi bo'lib qoladi. Faqat u ishda davomiy bo'lishimiz kerak. Xo'p, 4-chi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. 5-siga o'tamiz. The law of diminishing returns. Nima degani? Kamayib boruvchi foyda qonuni. Foydalar bir narsadan olayotgan foydamiz, bir harakatimiz natijasida olayotgan foydamiz, xuddi shu harakatimizni davom ettirsak, bu foyda kamayib boradi. Misol,
Til o'rganyapsiz. Boshlang'ich daraja, beginner darajadan elementaryga o'tish oson. Elementarydan pre'ga o'tish sal qiyinroq. Hop, pre'dan interga o'tish undan sal qiyinroq. Keyingisi ham sal qiyinroq, keyingisi undan ham qiyin. Keyingisi ancha qiyin. 7 IELTSdan 8 IELTSga chiqish juda qiyin. Juda qiyin. Nimaga qiyinlashib boryapti desa? Hop, beginnerda 1 soat dars qilsangiz ham ancha narsa o'rganib qo'yardingiz. Xuddi shu 1 soat darsingizni IELTSga borib qilsangiz hech nima ham o'rganmaysiz. 1 soatda deyarli hech nima o'rganmaysiz. U arziydigan darajada bitta mavzuni o'rganib o'rdingiz, bitta narsani zo'r qilib olishingizga yetirgan narsa emas. 1 soat kam. Levelingiz katta bo'lgan sari bu 1 soat kam bo'lib qoladi. O'sha harakatingiz kamayib qoladi. Kam natijaga olib kelib qo'yadi. Nimaga? Bu fizika qonuni. Bizlarni bitta bir xil qilayotgan ish harakatimiz vaqt o'tishi bilan bizga kamroq natija olib keladi. Hamma yerga tushadi. Agar nimasinidir o'zgartirmasak, o'sha ish harakatimizni nimasinidir o'zgartirmasak, bir xil natija kamayib boraveradi. Natijalar arzimagan darajaga tushib qoladi. Biznes olaylikda, birinchi mijozlar kelishi osonroq bo'ladi-da, qanaqadir birinchi mijozlar olib kelasiz, qarindoshlaringiz keladi, o'rtoqlaringiz, tanishlaringiz, ya'ni kimlardir siz taniydigan ko'chadagi odamlar keladi misol uchun. Lekin shunaqa odamlarning doimiy oqimini ta'minlab turish qiyin. Vaqt o'tishi bilan misol uchun 3 yil, 4 yildan keyin doimiy kelib turadigan odamlar oqimini ta'minlab qo'yish qiyin. Boshida yana 3-4 odam olib kelishchalik oson emasda. Yuring, aka, men biznes qiluvdim, davay deb turib kelolmaysiz ko'chaga chiqib. Reklama qilasiz, boshqa qilasiz. U ko'chadagi bir odam olib kirib kelolmaysiz unaqa qilib. Borgan sari ish harakatingizni natijasi kamayib boraveradi. Bir xil ish harakatlar natijasi kamayib boradi. Dorini olaylik-da, misol uchun og'riq qoldiruvchi dori. Og'riq qoldiruvchi dorining eng oddiysini oldingiz ichdingiz. Og'rig'ingiz qoldi. Buni ichda davomiy bo'ldingiz. Ya'ni qachondir qayeringiz og'risa, xuddi shu dorini ichaverdingiz. Vaqt o'tishi bilan o'sha dorining sizga ta'sir qilmay qoladi. Sizni organizmingiz bu narsaga o'rganib qoladi. Ya'ni bu doza sizga kamlik qiladi. Narkotik moddalarda ham xuddi shunaqa. Sizga dozani oshirmasa yoki qanaqadir kuchlirog'idan foydalanilmasa ta'sir qilmay qo'yadi bu dorilar. Keyin kuchlirog'iga o'tasiz, keyin undan ham kuchlirog'iga o'tasiz, keyin undan ham kuchlirog'iga o'tasiz. Ta'sir kamayib boraveradi, chunki o'rganib qolasiz. Ish harakat ham shunaqa. Zalga chiqish boshlaysiz, tasavvur qiling. Boshidagi 6 oyda dahshat o'sish bilinadi. Bu figuralaringiz joyiga keladi, muskullaringiz chiqadi, yelkalaringiz to'lishadi, gavdalaringiz chiqadi, ancha ko'zga ko'rinadigan bo'lib qolasiz. O'ziga ishonchingiz ancha ortadi, lekin o'sha 6 oydagi o'zgarish bilan keyingi birinchi yarim yil tugarida, 1 yil tugarida, keyingi 6 oydagi o'zgarishni solishtirsangiz, boshidagi 6 oy chal emasda. Boshidagi 6 oyda zo'r o'zgaruvdingiz, keyin sekinlashib ketgan bo'ladi-da. O'zgarishi sekinlashib qolgan bo'ladi. Yoki tasavvur qiling, mana zalga chiqdingiz, birinchi haftasida, birinchi marta chiqyapsiz, hech qachon zalga chiqmagansizda, bir hafta zalga chiqdingiz. Og'riq qanaqa bo'ladi? Dahshat bo'ladi. Buni og'riq tasavvur ham qilmagansiz. Bu har kuni mana zinadan tushib chiqish siz uchun azob bo'ladi. Yurish siz uchun azob bo'ladi. O'tirgan joyingizdan turish azob bo'ladi siz uchun bir hafta. Lekin siz o'tda unaqa katta ish qilmagansiz, unaqa og'ir vazn ko'tarmagansiz, unaqa deyarli nagruzka olmagansiz, yuklama olmagansiz. 1,5 yildan keyin siz 100 kilolab yuk ko'targaningiz ham bunchalik og'ir bo'lmaydi-da. Ya'ni og'ir kamayib qoladi. Boyagi ish harakatlarga o'xshab, ish harakatdan keladigan foydamizga o'xshab. $1000 topgan odam $100 dan faqat $1000 chiqib qolgan bo'lsa, o'zgarishni dahshat sezadi-da. $100 topadigan odam $1000 chiqib qolgan bo'lsa, bittada chiqib qoldi-da. 1 oy o'zida $1000 topadigan bo'lib qoldi. Zo'r sezadi. Hayotidagi o'zgarishlar zo'r bo'ladi, boshqacha yashash boshlaydi, qanaqadir motivatsiyasi boshqacharoq bo'ladi. Lekin $4000 topadigan odam 5000 ga chiqsa, deyarli o'zgarish bo'lmaydi. Bu ham $1000 o'zgarish bo'ladi. Bu ham $1000 o'zgarish bo'ladi salkam. Mayli. 4100 topadigan odam 5000 ga chiqdi. Farqi yo'q. $900 o'zgarish bo'ladi. Lekin boshidagi $1000 dan sakrash $900 boshqacha emotsiya beradi sizga, boshqacha his-tuyg'ular bo'lib keladi sizga. U narsa plyus ko'paygandan keyin kamayib qoladi. O'qishni endi boshlagan odam, masalan, kitob o'qishni endi boshlagan odam qanaqadir kurslarga qatnashsa, qanaqadir bir shaxsiy rivojlanish bir narsalarga qatnashsa, qanaqadir challengelarga qatnashsa, boshda aytadi: "Voy, men ham portlab ketdi, unaqa bo'ldi, hayotimni o'zgartirib yubordim. Men butun hayotimda xato yashagan ekanman, unaqa edi, bunaqa edi." degan narsalar bo'ladi boshida.
balki bu podkastni birinchi marta shaxsiy rivojlanish uchun ko'rayotganlar boshida ko'rganda, "Voy, men bunaqa narsa o'rgandim, bunaqa. To'g'ri. Shunaqa darajada bo'ladi, lekin kim uchun? Men uchun unaqa bo'lmasligi mumkin, siz uchun shunaqa bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki men 20 ta podkast olgan bo'lsam, 20 ta narsani o'rgatib chiqdim-da. Undan oldin ham bilganman bu narsani, qaysidir qismini, qanchadir qismini. Endi menda bu narsa o'sha bilgan paytimda paydo bo'lgan. Bu zo'r narsa ekan. Hayotimni o'zgartirib yuboradigan darajada effekti bor ekan deb o'sha paytda ko'rganman. Endi men podkastimda aytib berdim, kimlardir birinchi marta o'rganayotgan bo'lsa, o'sha yerda shu energiyani oladi. Wow, hayotim zo'r bo'lib ketadi. Buni qilsam, butun hayotim o'zgarib ketadi degan narsa bo'ladi. To'g'ri. Lekin mana emotsiyani biz vaqt o'tishi bilan yo'qotib qo'yamiz. Nimaga? O'qiyverasiz, 10 ta kitob o'qiganingizda fikrlaringiz zo'r o'zgaradi. Keskin fikrlash, mana boshqacharoq bo'lib qoladi-da, keskin o'zgarib qoladi. 20 ta kitobda ham, 50 ta kitobda ham shunaqa bo'ladi. Yaxshi foydali bo'ladi hali ham. Lekin 200 ta kitob o'qigandan keyin yana 210 ta kitob o'qidingiz, 10 ta kitob o'qidingiz, misol uchun. Boshidagi 10 ta kitob ta'sirini ola olmaysiz. Boshidagi olayotgan ta'siringiz katta bo'laveradi. Bir xil ish harakatingiz borgan sari kamroq foyda berishda davom etadi. Shu birinchi kitobingizchalik foyda bermaydi hech qaysi kitobingiz. Shunaqa. Birinchi 10 ta deylik, birinchi kitobingiz 80 holat bo'ladi. Ish harakatingiz bir xil bo'laversa, natijangiz kamayib boraveradi. Nimasinidir o'zgartirish kerak shuning uchun. Nimasinidir. 30 yillik staji bor o'qituvchilar haqida gapirardik avvalgi podkastimizda. Bir xil ish harakat qilaverganlar o'shalar. Hammasi demayman, lekin kimlardir shunaqa. 30 yillik stajim bor, sen menga o'qitish o'rgatmadiganlar ham bo'lganda, dars o'tishini ko'rsangiz, uxlab qolasiz-da. Nimaga aytyapman bu narsani? Bir xil narsa 10 ming soat qilsangiz ham o'sha bir xilligicha qolaveradi. Natijasi ozginagina natija bo'ladi qoldi. Endi siz har xil metodikani qo'llab ko'rsangiz, har xil uslubda dars o'tib ko'rsangiz, o'quvchini o'zini turg'izib dars o'ttirib ko'rsangiz, qanaqadir yangi tizimlarda, yangi sun'iy intellektlar inkorporatsiya qilgan holatda dars o'tib ko'rsangiz, boshqacharoq natija olasiz. Lekin bir xil dars o'tib ko'rsangiz, bir xil energiya, bir xil natija ham bo'lmaydi. Natijasi borgan sari kamayib boraveradi. Nimasinidir o'zgartirish kerak. Har safar qilayotganingizda nimasinidir o'zgartirishingiz kerak. Bitta kontent oldingiz, zo'r chiqdi. Xuddi shunaqa kontentni ham bir marta olsangiz, unaqa zo'r chiqmaydi. Oddiy misol mana. Bir zo'r kontent oldingiz, video oldingizda, Instagramda 100 mingta ko'rildi. Xuddi shunaqa kontentni yana bir marta oldingiz, 100 mingta ko'rilmaydi. 70 mingta ko'rinishi mumkin, 60 mingta ko'rilishi mumkin, lekin unchalik bo'lmaydi baribir. Balki uncha ham ko'rinmas. Ish harakatlar nimasinidir o'zgartirsangiz, yana boshqacharoq, yana ham yaxshiroq natija berishi mumkin, lekin bir xil ish harakatlar vaqt o'tishi bilan kamroq natija beradi, kamroq foyda beradi. Xo'p, 5-o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. Menimcha foydali bo'ldi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. 20 ta epizodni ko'rganlar bo'lsa, shu joyigacha ko'rganlar bo'lsa, shu gaplarimni eshitayotgan bo'lsanglar, mana bugun mana shu epizodimiz tagida kommentariy qoldiringlar. Eng yaxshi komment egasiga taxminan bir haftadan keyin eng yaxshi komment egasini topib, o'sha menga eng yoqqan komment egasiga bitta yaxshi ko'rgan kitobim bor, o'sha kitobni sovg'a qilaman. Yozib qoldiringlar shu narsani, shu joyigacha ko'rsanglar. Rahmat hammaga, charchamanglar.